Gateway tizimiga kirish uchun Gateway Software login manziliga o'ting. Foydalanuvchi nomi va parol bilan tizimga kiring. Keyin Home Job Dashboard sahifasiga o'ting. Placement Details bo'limiga o'ting. Sahifaning oxirida Additional Information bo'limini toping va 3 ta maydonni to'ldiring. Guf Num1, Visa Appointment Date, Visa Number. Guf Num1 maydonini tahrirlash uchun ustiga bosing. GILF raqamini kiriting va Submit tugmasini bosing. GILF raqamini WIFS tizimida topishingiz mumkin. Visa Appointment Date maydonini tahrirlash uchun ustiga bosing. Visa uchrashuv sanasini kiriting va Submit tugmasini bosing. Keyin Visa Number maydonini to'ldiring va Submit tugmasini bosing. Visa raqamini pasportingizdagi Visa sahifasidan topishingiz mumkin. Ushbu raqamni tizimga kiriting. Travel Info bo'limiga o'ting va Arrival Notice va Travel Documents bo'limlarini tahrir qiling. Zarur ma'lumotlarni kiriting. Arrival Date bo'limiga o'ting va kerakli ma'lumotlarni kiriting. Kelish sanasi, vaqti, aeroport va terminal, reys raqami va kim bilan sayohat qilayotganingiz. Travel Documents bo'limida New tugmasini bosing. Hujjat nomini kiriting, masalan, Visa yoki Flight Ticket. Hujjatlarni qo'shgandan so'ng Submit tugmasini bosing.